Assalomu alaykum. Barcha musofirda yurgan aka-ukalarimiz nomidan Navro'zbek akamiz Moskvada nima gap kanalining admini Navro'zbek akamiz qabristonlar uchun instrumentlar ehson loyihasi, ya'ni Qo'qondan temirchibollar qabristonlar uchun instrumentlar ehson loyihasini yurgizyapmiz. Bu loyiha bo'yicha Navro'zbek akamiz bundan oldin ham 4 ta qabriston uchun instrumentlar ehson qilishgan edi. Bu safar ham Qashqadaryolik Abroradan bir akamiz Moskvada nima gap kanalining baxtli musofirlar o'yinidan Kia K5 avtomobilini yutib olgan ekanlar. Navro'zbek akamiz bu o'yin oldidan kim shu avtomobilni yutsa, o'sha yutib olgan insonni o'z mahallasi qabristoniga bitta komplekt qabriston instrumentlaridan ehson qilaman deb va'da berishgan ekan. K5 ni yutib olgan Qashqadaryoning Abrora tumanidan bir akamizga o'sha mahalla qabristoniga Navro'zbek akam butun Moskvada yurgan musofirdagi aka-ukalarimiz nomidan qabristonga xudo xolisa bugun instrumentlarini jo'natib beryapmiz. Bu narsalarimizni Toshkentga pochta qilib beramiz. Moskvada nima gap kanali va baxtli musofirlar o'yinida ishtirok etgan barcha musofirdek akalarimizga omad tilaymiz. Qabriston xodimlari uchun ehsonlarimizni ham davom ettiramiz. Qabristonga ehson qilmoqchi bo'lsanglar, sizlar uchun ham maxsus telefon raqamlarimizni, Telegram, WhatsApp raqamlarimizni qoldirib ketamiz. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz esa xizmat qilishda davom etamiz. Barcha musofirda yurgan akalarimizni Alloh panohida saqlasin. Kia K5 yutib olgan Qashqadaryolik akamiz ham Alloh omadini berib, yaxshi kunlarga xizmat qilsin.